Ko'p menga murojaat qiladi ayollar, erim pul topmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Shuncha qildim, harakat qildim, o'zim topib kelib qo'ydim, hamma narsani qildim, lekin topmayapti. Urushib ham ko'rdim, umuman iloj bo'lmayapti deydi. Mana shu vaziyatda hozir oson bitta yechimni o'rgataman. Hozir erim pul topmasa, nima foyda olaman? Erimni ezaman. Birinchisi, ikkinchisi, oilada o'zim giroy bo'laman. Uchinchisi, erim yurib ketmaydi. Pul topsa xiyonat qiladi degan iqrorlik bor juda ko'pchilikda. To'rtinchisi, menga bosim qilmaydi. Xuddi shunaqa hammasini yozib chiqqaningizdan keyin endi yechim qani? Yechim xuddi shu vaziyatlarsiz ham siz o'sha natijani, o'sha foydani ola olsangiz, ya'ni eringiz pul topganda ham xiyonat qilmasligiga 100% ishonsangiz, eringiz pul topganda ham sizga bosim qilmasligiga 100% ishonsangiz, sizni turmush o'rtog'ingiz pul topishni boshlaydi. Agar xuddi shu vaziyatda o'zingiz yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga ulanasiz va tayyor yechim qilingan darsni qo'lga kiritishingiz mumkin.